Do'stlar, sizlar bilan bugun qishloqlarga sayohat qilamiz. Haqiqiy Xitoyning qishlog'i. Uzun yuplar qo'yib qo'yishgan, bir qator tekis bo'lish uchun va mana shu guruchlarni olib bitta-bitta tizzalarigacha loyda, suvda. Lekin kun issiq, unaqa sovuq emas. Ana endi men bu yoqdan chiqishni o'ylab turibman. Voy. Shapkam tushib ketdi. Liu Kang. Do'stlar, odatda bu joylarga bunaqangi sayohatlarga yoki bir videolarga Lida bilan, ya'ni turmush o'rtog'im bilan birga chiqardik. Bugun Lida yo'q. Voy, deydi-ku. Guruch do'stlar. Kurmaksiz bo'lmaydi degan maqol mana shu joylardan chiqqan bo'lsa kerak. Come on. Nigamma, jeje. Xola nima qilyapsiz deyapman-da. Voy, qo'yaman. Kayma. Do'stlar, biz ham shunaqangi ish jarayonini bir tasvirga olib ko'ramiz. Bunimizni olamiz. Yerdan sug'urib, ildizi bilan loyini to'kamiz. Qani yesonaman ha. Yig'amiz. Qani. Sal oson emas ekan. Meniki loy bilan chiqib ketdi, loyini yuvishga harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Qani. Ana. Mana do'stlar, xolamizda master class ko'ramiz hozir. Shayli. Mana bu boylaydigan narsamiz do'stlar. Hozir men xolamizni okey mazajali. Kaylayba. Xolamizni oldiga keldik. Xolamizdan endi master class o'rganamiz. Nilay, vokan kanisiya. Nilay. Mana do'stlar, ikkita qo'l bilan tez yulamiz. Natijada loylarini, tuproqlarini tushirib yuboramiz o'shanda. Ko'ryapsizlar-a? Keyin mana bunaqangi bambukka nimasi bilan boylaymiz. Qarabsizlarki, ekilishga tayyor bo'ladi mahsulotimiz. Volayman, kaysa. Nilay vokanisa. Ran xo'shaysa. O'raymiz 2 marta. Shunda boylab, holi. Daysa bo'la. Qani do'stlar, xolamizga o'xshab. Endi baribir ustasi bo'lmagandan keyin oson emas. Lekin o'ylaymanki, qo'limdan keladi. Men bilishimcha, O'zbekistonda, Xorazm viloyatlarida juda ko'p guruch mahsulotlari ekiladi. Boshqa viloyatlarda esa menimcha yo'q. Balkim bordir. Meni xabarim yo'q lekin. Ana endi bu krossovkalarni kiyishimizga to'g'ri keladi. Oyoq qanday quritamiz bilmadim.